Bunday narxda bunday dom topolmaysizlar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib esdan chiqmasin. Do'stlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda budjetli variantda yosh oilalar uchun ajoyib dom bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, podyezddan kirish, keyin hol bo'ladi. Xonalari razdelniy, alohida. Narxi ham вообще shikolat narxda bo'ladi. Birinchi xonamiz katta bir mehmonxona bo'ladi. Remontlari paga kirib yashashga bo'ladi, unday rasxoti yo'q. Ikkinchi xonamiz spalniy bo'ladi. Spalniyamiz bu tarafda joylashgan. Ko'chaga yo'lga qarab oynasi bor, konditsionerlari qoladi. Ozroq ta'mirlab olsanglar вообще ajoyib joy bo'ladi. Bu yerimiz sanuzel bo'ladi, kotelxonasi shu yerda joylashgan, vannasi, portishkellarcha akfadan yaxshi ishlangan. Do'stlar, narxi вообще zo'r narxda bo'ladi. Ko'pchilik shunday arzonroq dom chiqsa ayt deb edi. Shu videoni o'zimay ko'rarsanglar, uyli bo'lib qolasizlar. Bu tarafimiz ko'tarma pol qilingan, katta oynalar bor, domning oldiga qaragan bo'ladi. Undan keyin ko'pchilik domlarda mashina qo'yishdan, garajdan muammo bo'ladi, qiynaladi ko'pchilik. Bu uyning o'zlarining alohida garaji, alohida kladoklar ham bor. Hozir sirtda bir-birini chiqarib o'zlarini tanishtirib ko'rsatamiz. Do'stlar, podyezddan chiqishimiz bilan ana shunday keng plashatka bo'ladi. Bolalar o'ynash uchun detskiy plashatkasi bor, undan muammo yo'q. Bisetkalar qilingan. Ana shu to'g'rimizda garaj bo'ladi. Ishlar ham keng. Hozir ishlarni tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, garajni ham ko'rib turganingizdek, вообще zo'r, keng bo'ladi ishlari. O'zi bu joyimizning narxi arzon, bonusdan 3-4 ming dollarlik garaj ham qoladi. Egalari отдельно sotib olgan ekan, bo'lmasa qo'ng'ishlar 3 ming dollar so'rab turgan ekanlar. Darvozasi katta shunday darvoza bo'ladi. Ishlari siyash qilingan. Ustlari zo'r etib bosilgan broslar bilan mahkamiyat fundamentlar ham mana ko'rinib turibdi. Tayyor kattasidan bir mashina siyib turadi. Undan tashqari kladokasi ham bor. Kladokasi bu tarafda joylashgan bo'ladi. Bemalol qo'y, mol boqaman desanglar sharoit bor, mana tovuqxonalari bor. Undan tashqari shunday keng bir kladokasi bor. Ichlarni ham bemalol ochib ko'rsangiz, o'zingiz bemalol kelsanglar bo'laveradi. Lokatsiyasi ham yaxshi yerda joylashgan. Manzillarni to'liq tushuntirib o'taman. Domning oldida mana shunday ko'rib turganingizdek kenglik bo'ladi. Bolalaringiz ham xavotirsiz bemalol domning oldida o'ynasalar bo'ladi. Sababi bu yerdan mashina kirib chiqmaydi. Tinch yerda joylashgan. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Do'stlar, manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri, Bo'ston mahallasi Amir Temur ko'chasida joylashgan bo'ladi. Bog'cha, maktab hamma yerga yaqin. Bu tarafimiz больница bir odim, bu tarafimiz bozor, bog'cha, maktab hamma yerga lokatsiyasi o'ng'ayli yerda joylashgan bo'ladi. Narxi bunday qimmat emas, narxi 15 ming dollar, ustida ozroq payg'asi bor. Qatib qolgan narx emas. Shuning ichida bonusini garaji bilan kladokasi ham qo'shib beriladi. Bu videoni ana shunday shahar markazidan dom qarab turgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz.